imom Shayx Mahmud Tahhonning mustalahul hadis ilmlarini osonlashtirib bergan va tolibiy ilmlar uchun juda ham tushunarli qilib bitilgan kitobni o'rganishni maqsad qildik. Mana shu kitob Ulumul Hadis deyilyapti. Ibn Salohning kitobi. Ibn Salohning muqaddimasi ham deyiladi. Bu kitobning asl nomi Tadribur Rawi kitobi. Mana shu Taqrib Navaviyning Taqrib kitobi sharhi hisoblanadi. Nuzhatun Nazar kitobi matni Nuhbatul Fikr, sharhi Nuzhatun Nazar deb nomlanadi. Buni asl ma'lumotlari Ibn Hajar mana bu Ibn Salohning kitobidan olgan. Shuning uchun esa bu kishini yo'li zo'r, tushuntirish yo'li. Bu kishini ma'lumotlari zo'r. Va qo'limizdagi Taysir Mustalah hadis esa mana shu ikkita buloqdan foydalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, O'zbekistonda diniy ilmlar, xususan hadis ilmlari rivojlanib boryapti. Mana shu ilmlarning rivojlanishi asnosida hadis ilmiga bo'lgan talab ilmlar, o'qituvchilar va tadqiqotchilarning yondashuvi ham o'zgacha bo'lib, oldingidan ko'ra ko'proq ehtimom qaratilyapti. Mana shu yo'lda biz ham Taysir Mustalahul Hadis imom Shayx Mahmud Tahhonning mustalahul hadis ilmlarini osonlashtirib bergan va tolibiy ilmlar uchun juda ham tushunarli qilib bitilgan kitobni o'rganishni maqsad qildik. Bizga ham, boshqalarga ham manfaatli qilsin. Alloh taolo bu kitobning muallifi bo'lmish doktor Mahmud Tahhonni o'z rahmatiga olsin. Bu zot 1935-yilda tavallud topganlar hamda bundan 3 yil muqaddam 2022-yilda Qohirada vafot etganlar. Umrlari bo'yi hadis ilmlariga xizmat qilib yashadilar. 1977-yilda mana shu qo'limizda turgan kitobni yozdilar va tolibi ilmlarga juda ham katta manfaatli meros qoldirdilar. 1982-yildan 2005-yilgacha u zot Kuvaytda faoliyat olib borganlar. Undan oldin esa Riyozda, undan ham oldin Madina-i Munavvarada dars berganlar. Bu kitobni Saudiya Arabistonining poytaxti Ar-Riyoz shahrida hadis ilmlaridan tadris berilganda talib ilmlar uchun yozganlar. Keling bu kitobni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddimatut tab'atil ashira. 10-bosmaning muqaddimasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah va ala alihi va sahbihi va man walah. Alloh taologa hamd bo'lsin. U zot olamlarning Robbi hamda Muhammad ibn Abdulloh sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. U zotning oilalari, sohbihi degani ashablari, sohibun degan so'zning jam siyg'asi. Ashablari va man valahu degani va u zotga yaqin bo'lgan, u zotga muhabbat qo'ygan insonlar degani. Vala, muvalatun degani ikki ma'nosi bor. Birinchisi muhabbat qo'yish, ikkinchisi yaqin bo'lish. Yaqin odam muhabbat qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh alayhisolatu vassalomga muvolati, ya'ni yaqinligi, muhabbati bor insonlarga Alloh taoloning salomi va salovatlari bo'lsin deyilmoqda. Amma ba'd fa innalloha ta'ala va lahul hamdu wal minnatu qad kataba li hadzal kitabi an-najaha wal qabul lada talabatil ilmi 'ammatan va lada talabatil hadisi va ulumihi xossatan. Hamdu sanodan keyin aytamiz. Albatta Alloh taolo va maqtovlar va minnat, ya'ni ihson Allohgagina xosdir. Va shu zot Alloh mana shu qo'lingizdagi kitobga muvaffaqiyat va qabulni bitib qo'ydi. Barcha tolibi ilmlar hamda hadis va hadis ilmlarini talab qiluvchi o'quvchilar nazdida Alloh maqbuliyatni berdi bu kitobga.
وقد قررته كثير من الجامعات العربية وغيرها على طلابها. Arab universitetlari, jamialari va boshqa ko'plab universitetlar o'zlarining o'quvchilariga aynan mana shu kitobni darslik qilib tasdiqladi. Qarorothu muannas kelishining sababi kasirun jonsiz narsaning ko'pligi ma'nosida bo'lib, ya'ni lafzida u muannas bo'lmasa ham ma'nosida ko'plikni ifoda etgani uchun unga isnod berilayotgan fe'l qarorothu bo'lib muannas shaklda ishlatilyapti. Hatta nafadat minhu tabaatun mutaaddidatun ala madari 27 sanatan. Hatto 27 yil davomida bu kitobning ko'plab tabalari, bosmalari tugab ketdi. Walamma arada akhuna ash-shaykh Sa'd ar-Rashid asabahu Allahu sahibu maktabati al-ma'arif bir-Riyad wa huwa allazi lahu haqqu nashri al-kitab أن يعيد طبع الكتاب الطبعة العاشرة. طلب مني أن أعيد النظر فيه وأن أعدل ما أرى تعديله وأن أزيد ما يزيد الكتاب وضوحا. أجبته إلى طلبه فأعدت النظر فيه ونقحته وزدت فيه ما رأيت الحاجة ماسة إليه فجاء بحمد الله تعالى في نظري مناسبا جيدا إن شاء الله تعالى والكمال لله تعالى وحده. Birodarimiz Shayx Sa'd ar-Rashid, Alloh u kishini mukofotlasin, Ma'arif maktabasi egasi, Riyozdagi Ma'arif maktabasining egasi, kutubxonasi egasi xohladi. Va huwa allazi jumla mu'tariza kelyapti. Jumla xoliya va bu kitob, qo'lingizdagi kitobni nashr qilish haqqi, ya'ni huquqi mana shu kishiga tegishli. Ya'ni kimdir bu kitobni tarjima qilmoqchi bo'lsa, shu kishiga murojaat qiladi deyilmoqchi. U kishi qo'lingizdagi kitobni 10-bosmada 10-marta qayta bosishni iroda qilganda mendan u kitobni qayta ko'rib chiqishimni so'radi va to'g'rilashim kerak deb bilgan joylarimni to'g'rilashimni aytdi. Hamda kitobni ko'proq ochib beradigan narsalarni ziyoda qilib qo'shib ko'paytirishimni mendan so'radi. Va u zotning, u kishining so'roviga labbay deb javob berdim va bu kitobni qaytadan ko'rib chiqdim. Va naqahtuhu degani tahzib qildim. Ya'ni tanqih degani tozalash. Bir kitobga u kitobning mavzusiga aloqador bo'lmagan masalalarni chiqarib yoki kerakli masalalarni qo'shib sayqallash degani. U kitobni sayqalladim va ehtiyoj tushib turadi deb bilgan ma'lumotlarimni qo'shdim. Va Alloh taologa hamd bo'lsin, menimcha bu kitob yaxshi, munosib holatga keldi inshaalloh va mukammallik Alloh taoloning o'ziga xos. Yana biror kamchilik ko'rsangiz afv qilasiz demoqchilar. Va asaluhu ta'ala an yudima naf'a talabatil ilmi bihi. Alloh taolodan so'rayman, tolibi ilmlar bu kitobdan manfaat olishini Alloh bardavom qilsin. Innahu ta'ala khayru mas'ulin. U zot taolo eng yaxshi so'ralguvchi zotdir. Valhamdulillahi robbil alamin. Al-Kuvayt سنة 1423 الشهر الثامن اليوم الواحد والعشرين 1423 yil 8 oy iyul oyi 21 kun Kuvaytda turib 10-bosmaga muqaddima yozganlar. Bu esa al-muvafiq sanata 2002 والشهر العاشر السبع والعشرين يوم السابع والعشرين 27 kun sentyabr oyi 2002 yilga to'g'ri keladi deyilyapti. Va katabahu al-abdu ad-da'if raji afwa rabbihil mannan yoki afwi rabbihil mannan Abu Hafs Mahmud ibn Ahmad at-Tahhan, zaif banda mannon, ko'p yaxshiliklar beruvchi zot, Robbning avfini umid qiluvchi Abu Hafs Mahmud ibn Ahmad Tahhon deyaptilar. Demak, bu 10-bosmaning
muqaddimasi edi. Endi keling birinchi bosmaning muqaddimasini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddimatut tab'atil ula. Birinchi bosmaning muqaddimasi. Alhamdulillahillazi manna alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim va takaffala bi hifzihi fis suduri was sutur ila yawmiddin va ja'ala min tatimmati hifzihi hifza sunnati sayyidil mursalin. Alloh taologa hamd bo'lsin. U zot musulmonlarga Qur'oni Karimni nozil qilish bilan juda ham katta yaxshilik, ko'p yaxshilik qildi. Va qalblarda sudur, qalblarda va sutur, kitoblarda qatorlar, ya'ni kitoblarda qiyomat kunigacha bu kitobni, Qur'oni Karimni hifz qilishga kafil bo'ldi. Va bu kitobning hifzining kamolidan Sayyidul Mursalin Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatini hifz qilishni ham bu kitobni hifz qilishning kamolidan deb bitib qo'ydi. Ya'ni Qur'oni Karim mahfuz bo'lishining bir juzi hadislarning hifz qilinishi edi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimga tobe o'laroq Alloh taolo hadislarni ham hifz qilib qo'ydi deyilyapti. Vassalatu vassalamu ala sayyidina va nabiyyina Muhammad allazi awkalallahu ilayhi tibyana ma aradahu min at-tanzilil hakim. Biqawlihi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فقام صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين. وصلوات وسلامlar Sayyidimiz va Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'lsin. Alloh taolo o'zi iroda qilgan Qur'oni Karimda iroda qilgan narsalarini bayon qilib berishni u zotga topshirdi. Ya'ni bu yerda allazi sifat mavsula avkalallohu ilayhi sila. Silada mavsulaga qaytuvchi oyat mana shu ilayhidagi hi zamir. U zotga Alloh taolo topshirdi shuni, o'zi iroda qilgan narsalarni, Qur'oni Karimdagi narsalarni bayon qilishni. Qaysi so'zi bilan topshirdi desa, aytayaptiki, Alloh Qur'oni Karimda biz sizga zikrni nozil qildik, Qur'onni. Siz ularga nozil qilingan narsani bayon qilib berishingiz uchun va shoyat ular tafakkur qilsalar deyilyapti. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarining so'zlari, amallari hamda taqrirlari bilan juda ham ravshan, ochiq, oydin uslub bilan bu kitobni bayon qilib berdilar. Bayon qilish ishini amalga oshirdilar deyilyapti. والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل. والرضا واقع degan ma'noda. Va rozilik bo'lsinki sahobalardan. U sahobalar Nabiyul Karim sallallohu alayhi vasallamdan sunnati nabaviyni qabul qilib olishdi. Talaqqo degani qabul qilib olish. Fawa'uha va uni onglariga singdirishdi. Va'i degani al-va'yu ong degani. Onglariga singdirishdi va musulmonlarga qanday eshitishgan bo'lsa hadislarni mana shunday yetkazishdi. Tahrif va tabdil nuqsonlaridan xoli holatda. Shavaib degani shaibatunni ko'pligi, nuqson degani. At-tahrif degani nasning, ya'ni Qur'on va hadisning ma'nosini Alloh iroda qilmagan tarafga burib yuborish degani. Tahrif esa bir so'zni olib o'rniga boshqa so'zni qo'yib qo'yish degani. Mana shunaqa dinni buzadigan shavoiblardan xoli tarzda, tashqi omillardan xoli tarzda xolis qilib hadislarni musulmonlarga yetkazib bergan sahobalardan Alloh taolo rozi bo'lsin deyilyapti. Va rahmatu val mag'firatu lis-salafis solih allazina tanaqalu as-sunnatal mutahharata jilan an jilin va wada'u li salamati naqliha wa riwayatiha qawa'ida wa dawabita
daqiqatan litakhlisha min tahrifil mubtilin. Salaf solihlarga Alloh taoloning rahmati va mag'firati bo'lsin. U zotlar pok sunnatni avloddan avlodga yetkazib berishdi va o'sha sunnatni naql qilishning salomat bo'lishi, naqli salomat bo'lishi va uning rivoyati salomat bo'lishi uchun qoidalar va zavobitlar tuzishdi. Zavobit degan bobitotning ko'pligi, bir narsani me'yorga soladigan me'yoriy hujjat, qoida, usul degan ma'noda. Daqiqatan, ya'ni mana shu qoidalarni tuzishda juda ham daqiq, nozik jihatlargacha e'tibor berib, nega? O'sha sunnatni mubtil, dinni buzuvchilarning tahrifidan, buzishidan xalos qilish uchun juda ham nozik, daqiq, teran qoidalarni ishlab chiqishdi deyilyapti. Wal jazaa'ul khayru liman khalafa as-salafa min ulama'il muslimin allazina talaqqaw qawa'ida riwayati sunnati wa dawabitaha 'anis salaf فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث. Va Alloh yaxshilik bilan mukofotlasin, yaxshi mukofotlar bersin salaf solihlarga o'rinbosar bo'lgan musulmon ulamolari uchun. U zotlar sunnatning rivoyatini, qoidalari va zobitalarini salaf solihlardan qabul qilib olishdi. Va ularni sayqallashdi, tartiblashdi va mustaqil kitoblarga jamlashdi. Ya'ni keyingi asrlarda mustalahul hadis qoidalari alohida kitob bo'lib shakllandi. Summiyat fima va bundan keyin bu kitoblar, bu fandagi kitoblar mustalahul hadis ilmi deb atala boshladi. Bu yerda ilmiy mustalahul hadis, ilmin deganda tanvin tushib qoldi. Bu tabani xatosi. U yerda tanvin emas, balki kasra bo'ladi. Birinchi izoh yutlaqu ala hazal ilmi aydan ilmu al hadis diroyatan. Bu ilmga yana ilmul hadis diroyatan deyiladi. Ulumul hadis ham deyiladi yoki usulul hadis ham deyiladi. Demak, biz o'rganayotgan mustalahul hadisga usulul hadis ham deyiladi, ulumul hadis ham deyiladi. Biz odatda Hanafiylarning kitoblari, usullarini usulul hadis deb atashimiz bu Hanafiylarga xos emas. Usulul hadis muhaddislarning usuliga ham nom bo'laveradi, Hanafiylarning usuliga ham nom bo'laveradi va biz darhaqiqat o'rganayotgan ilm bu muhaddislarning usulini o'z ichiga olgan va hadis ilmlarining istilohlari, kitoblariga haqida juda ko'plab ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kitob va ilmdir. Amma ba'd فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم مصطلح الحديث في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكان المقرر تدريس كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ثم قررت الجامعة مختصره كتاب التقريب للنووي رحمه الله وجدت مع الطلبة بعض الصعوبات في تدريس هذين الكتابين على جلالتهما وغزارة فوائدهما دراسة نظامية. أما بعد menga bir necha yillar oldin mustalahul hadis ilmini kulliyatu shariat, ya'ni shariat fakultetida Madina Munavvaradagi Al-Jamiyatul Islomiyaning kulliyatu shariatida menga vazifa qilib yuklangan edi. Va kana al-muqarrar va o'sha paytda o'quv dasturidagi tasdiqlangan kitob Ibn Salohning Ulumul Hadis kitobi edi. Muqaddimatu Ulumul Hadis deb mashhur bo'lgan bu kitob. Mana shu kitob Ulumul Hadis deyilyapti. Ibn Salohning kitobi. Ibn Salohning muqaddimasi ham deyiladi. Bu kitobning asl nomi Anwa'u ilmil hadis. Hadis ilmlarining navlari. O'sha 64 ta navga jamlaganlar bu ilmni mavzularini va bu ilmda juda ham mo'tabar, marji' bo'lgan kitob hisoblanadi. Mana shu kitob dastur sifatida kiritilgan edi.
Summa qarrorat, keyin yuqoridagi jomia mana shu kitobning muxtasarini tasdiqladi. Imom Navaviyning Taqrib kitobi. Taqrib kitobi mana bu Tadribur Rawi kitobi. Mana shu Taqrib Navaviyning Taqrib kitobi sharhi hisoblanadi. Ya'ni Ibn Saloh muqaddima yozgan. Bu kitobni Imom Navaviy muxtasar qilib Taqribun Navaviy kitobini, At-Taqrib va Taysir kitobi. Mana shuni aytyaptilar. At-Taqrib va Taysir kitobi Navaviyniki mana shu keyin tasdiqlandi deyilyapti. Keyinchalik bu kitobga Suyuti sharh yozgan va Ibn al-Ajami hamda Muhammad Davomalar ta'liq yozgan bu kitobga. Mana shu kitoblar tasdiqlangan edi va menga bir necha yil oldin mustalahul hadis ilmini o'qitish menga vazifa qilib yuklangandan so'ng vajadtu, men tolibi ilmlarda bu ikki kitobni o'qitishda qiyinchilik bo'layotganini ko'rdim. Ya'ni bu ikkita kitobni tushunishda qiyinchiliklar bor edi. Garchi bu kitoblar buyuk kitoblar bo'lsa ham, ularning ichida juda ham ko'p ma'lumotlar bo'lsa ham, bu kitoblarni dirosatan nizomiyatan degani dastur qilib o'qitish. Bu dirosatan tadrisdan maf'ul mutloq navni bayon qilyapti. Qanday o'qitish desa, dastur qilib asosiy rejaga kiritilgan holatda o'qish qiyin deb topdim. Qiyinchiliklar topdim bu kitobni o'qitishda. Famin hazihi su'ubat, nima qiyinchiliklar bor edi desa, mana shu qiyinchiliklardan biri ba'zi bahslarning cho'zilib ketgani. Ya'ni bu kitobda ba'zi hadis ilmlariga oid bahslar cho'zilib ketganida ko'p to'xtalinardi. La siyama fi kitab Ibn Saloh. Ayniqsa mana shu kitob Ibn Salohning kitobida ko'p cho'zilib ketardi deyilyapti. Birinchi izohda u kishi aytayaptiki, masalan, ma'rifatu kayfiyati sama'il hadis, hadisni eshitish kayfiyati va uni tahammul qilish kayfiyati hamda hadisni zabt qilish, ya'ni aniq puxta zabt qilib qolishning sifati haqidagi mavzuni 46 betda bayon qilgan ekan. Bu oddiy bitta bahsga juda ham katta joy ajratish hisoblanadi demoqchilar Mahmud Tahxon. Keyingisi yana narigisida ixtisor, ya'ni qisqalik bor edi. Shunisi bizni qiynadi demoqchilar. Ayniqsa Navaviyning kitobida mana shu boyagi At-Taqrib va Taysir kitobida bu kitobni muxtasari ixtisor, qisqalik bor edi. Mana bunda izoh berib ta'liqda aytibdilar, ka bahsi zaif, masalan zaif bahsi. Bu juda ham katta bahs aslida, katta mavzu. Lekin u kishi 19 tagina so'z ishlatgan bu navni bayon qilishga. Va bu esa zaifga o'zini haqqini ado qilmaslik, ya'ni keraklicha ma'lumot bermaslik hisoblanadi demoqchilar. Ikkinchisi iboralar, jumlalarning qiyinligi hamda ba'zi bahslarning mukammal emasligi. Ya'ni ba'zi bahslar bor, yana uni ochish kerak edi, u yerga yana ma'lumotlar qo'shish kerak edi, lekin u zotlar qo'shishmagan deyilyapti. Masalan, izohda aytilyapti, misol o'zalik buning misoli Navaviy maqlubning bahsida quyidagi gaplardan boshqa gap aytmagan. Ya'ni shunga cheklangan. Al-maqlub degan maqlub hadis huwa nahwu hadisin mashhurin an Salim. Solim Abdulloh ibn Umarni o'g'illari. Mana shu kishidan mashhur bitta hadis bo'lsa, o'shani nofiyadan qilib qo'yiladi. Nega desa, liyurg'aba fihi, bu san'atga rag'bat qilish, odamlar qiziqishi uchun, rag'bat qilishi uchun Solimdan kelgan hadisni Solim olib tashlaydi, o'rniga qalb qilib o'zgartirib nofiyani qo'yib qo'yadi. Odamlar nofiyaga ko'proq qiziqqani uchun. Yana bitta misol, Bag'dod ahli Imom Buxoriyga 100 ta hadisni u kishini zehnini imtihon qilish uchun 100 ta hadisni maqlub qilib bergan. Sanadini boshqa matnga, boshqa matnni boshqa sanadga qo'yib berishgan va Imom Buxoriy faraddaha ala wujuhiha, to'g'ri ko'rinishiga qaytarib qo'ygan. Fa az'anu bi fadlihi, va Imom Buxoriyning fazlini e'tirof qilishgan deyilyapti. Az'ana degani bosh egish, e'tirof qilish degani. Ya'tu ilayhi muz'inin degan oyatda ham mana shu so'z ishlatilgan. Yana nima muammolari bor desa, va zalika katarki ta'rifi, masalan, ba'zida ta'rifni bermaydi. Ya'ni Ibn Saloh va Imom Navaviylar
bir bahsga kirishayotganda o'sha bahsning ta'rifini berishmaydi deyilyapti. Yoki misolni berishmaydi. Misoldan g'aflatda qolishadi. Adami zikril faidati min hazal bahs. Mana shu mavzudan olinadigan xulosani berishmaydi. Bu yoki boshqa mavzulardan xulosalar, undan chiqadigan foydalar, ma'lumotlarni bermay o'tib ketishadi. Va adami ta'rij ala zikri ashharil musannafati va ma ashbaha zalik. Va o'sha bobdagi eng mashhur kitoblarni zikr qilib o'tirishmaydi. Ta'rij degan to'xtalib o'tish degan, to'xtalib o'tishmaydi kitoblarga. Va shunga o'xshagan boshqa muammolar bor edi deyilyapti. Va ma ashbaha zalik fatha bilan bo'lish kerak. Bu yerda zamma bosmada zamma ketib qolibdi, bu noto'g'ri. Va wajadtu ghayrahuma min kutubil aqdamin fi hazal fanni kazalik. Va bu fanda aqdamin, ya'ni Ibn Salohdan ham oldin kelgan Ramo Hurmuziy bor, Qozi Iyoz bor, Imom Hokim bor. Mana shularning kitoblarini ham shunday holatda topdim. Ya'ni ularda ham mana shu muammolar bor edi. Bal inna ba'da tilkal kutub ghayru shamilin li jami'i ulumil hadis. Va ba'daha ghayru muhazzabin va la murattabin. Hatto balki o'sha kitoblarning ba'zilari hadis ilmlarining hamma mavzularini ham o'z ichiga olmagan. Mavzulardan noqis bo'ladi. Va ba'daha yana ba'zilari tepaga atf bo'lyapti. G'ayr muhazzab bo'lish kerak. Hona fathasi bilan bu yerda zamma tushib qoldi, bu xato. Ya'ni sayqallanmagan bo'ladi, ba'zilari tartiblanmagan bo'ladi deyilyapti. Uzruhum fi zalik. Bu narsa, ya'ni o'sha kitoblardagi bu kamchilik tomonlarining uzri nega unday bo'lgan deyilsa, huwa imma wuduhul umur allati tarakuha bin nisbati lahum. Ular tark etgan ishlarning ularga nisbatan ochiq ravshanligi. Ya'ni ta'rif nega zikr qilmagan? Chunki ular hamma bilgan mana shu narsaning ta'rifini, shuning uchun ham zikr qilib o'tirishmagan bo'lishi mumkin. Avil hajatu li tatwili ba'dil abhas. Yoki ularni o'zlarini zamoniga nisbatan muayyan bir bahslarni kengroq yoritishga ehtiyoji tug'ilgan va mana shu mavzuga ko'proq to'xtalib kengroq ma'lumotlarni batafsil holatda bergan. Aw ghayri zalika mimma na'rifuhu aw la na'rifuhu, yoki bundan boshqa sabablar bor. Aw ghayru zalik rof bilan. Yoki bundan boshqa sabablar bor, biz bilgan, biz bilmagan boshqa sabablar bo'lishi mumkin deyilyapti. Fara'aytu an ad'a bayna aydi at-talaba fi kulliyati shari'ati kitaban sahlan fi mustalahi al-hadis va ulumihi. Va talabalarning oldiga, bayna yadayhi degani oldiga degani, o'zi qo'lini orasiga degani, qo'lini orasi insonni oldida turgani uchun mana shunday majoz qilinadi. Talabalarning oldiga kulliyat shariat, ya'ni shariat fakultetlaridagi talabalarning oldilariga yengil kitob qo'yishni, yengil kitob bir yozib berishni to'g'ri deb bildim. Mustalahul hadis va uning ilmlari borasida. Yuyassiru ikkinchi yoning fathasi bilan bu yerda zamma xato tushib qolgan. Ularga, talab ilmlarga oson qilib beradi. Fahma qawaidi hazal fan va mustalahatihi. Bu fanni va uning mustalahlarini, bu fanning qoidalari va istilohlarini tushunishni ularga oson qilib beradigan kitobni bermoqchi edim. Yuyassiru tepedagi kitobni ikkinchi sifat hisoblanadi. وذلك بتقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة متسلسلة مبتدئا بتعريفه ثم بمثاله ثم بأقسامه مثلا مختتما بفقرة أشهر المصنفات فيه كل ذلك بعبارة سهلة وأسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد ولا غموض ولم أعرج على كثير من الخلافات والأقوال وبسط المسائل مراعاة للحصص الزمنية القليلة المخصصة لهذا العلم في كليات الشريعة. وبو narsa, ya'ni yengillik nima bilan amalga oshdi deyilsa, har bir mavzuni, har bir bahsni silsilaviy degani 1 2 3 4, ya'ni tartibli hamda raqamli abzatslarga bo'lib chiqdi. Ya'ni har bir abzas son bilan belgilangan. Birinchisi mana bu bahs, ikkinchisi mana bu bahs deb tartib raqamlari bilan berilgan. Shu osonlik
osonlik berdi bizga deyapti. Va o'sha bahsni ta'rifini, keyin misolini, masalan, qismlari bo'lsa, qismlarini bayon qildim. O'sha bahs borasida yozilgan eng mashhur kitoblar bilan yakunladim. Bularning barchasida yengil iboralar va ilmiy ravshan uslub bilan bayon qildim. Bu jumlalarimda taqid, ya'ni chigallik, uqda yo'q. Va g'umud, maxfiylik ham yo'q. Hammasi ochiq, oydin, tushunarli, sodda jumlalar. Va ixtiloflar, har xil qavullar, mushtahidlarning fikrlari va masalalarni keng bayon qilishga to'xtalib o'tmadim. Har xil ixtiloflarni bermadim. Nega desa, chunki shariat fakultetlarida hamda dirasatul islamiyya, islom tadqiqotlari, islom ilmlari kulliyalarida bu ilmga ajratilgan soatlar, paralarning kamligini rioyasini qilib, bu kitobni iloji boricha sodda va qisqa qilishga harakat qildim deyilyapti. Va sammaytuhu, bu kitobni Taysir Mustalahil Hadis deb nomladim. ولست أرى أن هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الأقدمين في هذا الفن. Va bu fan borasida kitobim oldingi ulamolarning kitoblaridan behojat qiladi deb o'ylamayman. Va innama qasadtu an yakuna miftahan laha. Balki bu kitobim o'sha oldingilarning mustalah kitoblariga kalit bo'lishini iroda qilaman. Va muzakkiran bima fiha, o'sha yerdagi ma'lumotlarni tazkirasi, ya'ni o'sha yo'llab qo'yadigani yoki u yerdagi ma'lumotlarni ifoda qilib beradigan kitob bo'lishini istadim. Va muyassiran lil wusuli ila fahmi ma'aniha. Va u kitoblarning ma'nosini tushunishga olib borishni oson qilib beradigan kitob bo'lishini xohladim. Demak, bu kitob oson qilib beradi. Oldingi mutaqaddim ulamolarimizning kitoblaridagi ma'nolarni tushunishga yengil yo'l bilan olib boradi, deyaptilar. Va tazallu kutubul a'immati wal ulama'il aqdamin marji'an lil ulama'i wal mutakhassisin fi hadha al fan wa ma'inan fayyadan yanhaluna minhu. Va oldingi ulamolarimizning, imomlarimizning kitoblari ulamolar va bu fan mutaxassislari, tadqiqotchilari uchun marji', manba bo'lib qolaveradi. Hamda o'sha olimlar undan buloq sifatida suv ichadigan, fayyoz, jo'shib, ko'p mo'l ko'l bo'lib suv chiqadigan buloq sifatida qolaveradi, deyaptilar. Va la yafutuni an azkura annahu sadarat fil awinati al-akhira kutubun li ba'd al-bahisin. Va quyidagi narsa ham mendan o'tib ketmasin, eslatib o'tay. Oxirgi paytlarda ba'zi tadqiqotchilarning kitoblari chiqa boshladi. Fihal fawaidul g'azira. Bu kitoblarda ko'p mo'l-ko'l ma'lumotlar bor. La siyama ar-raddu yoki ar-radda yoki kasra bilan, ayniqsa raddiyalar ala shubahil mustashriqin. Shubah bni fathasi bilan, bu yerda xato tushib qolibdi. Mustashriq ala shubahil mustashriqila wal munharifin. Mustashriqlar, sharqshunoslar va dindan og'gan odamlarning shubhalariga raddiya beradigan ko'plab ma'lumotlar keltirilgan kitoblar ko'p chiqyapti. Lakinna ba'daha mutawwal. Lekin ularning biri cho'zilib ketgan va ba'daha muxtasarun jiddan. Ba'zilari juda ham qisqa bo'lib ketgan va ba'daha g'ayru mustaw'ibin va yana ba'zilari bu fanni to'laligicha o'z ichiga olgan emas. Fa aradtu an yakuna kitabi hadha wasatan bayna at-tatwil wal ikhtisar va mustaw'iban li jami'il abhas. Va men bu kitobim tatwil, ya'ni cho'zish va qisqalik orasida o'rtacha bo'lishini iroda qildim. Hamda mustalohul hadis fanining barcha mavzularini qamrab olishini istadim, deyapti. Val jadidu fi kitabi hadha, bu kitobimdagi yangi narsa nima? Huwa, birinchidan at-taqsim, ya'ni mavzuni taqsimlash. Ay taqsimu kulli bahsin ila fiqratin muraqqamatin mimma yusahhilu ala at-talibi fahmahu. Har bir mavzuni raqamlangan abzatslarga bo'lib chiqdim. O'sha narsalar talab ilmga
o'sha bahsni, mavzuni tushunishni oson qilib beradi. Ta'liqda aytadilar: "Laqad istafattu fi mawdu'i taqsimil bahsi ila fiqratin min kibari asatizati." Men mavzuni abzatslarga bo'lib chiqish degan narsani, bo'lib chiqish mavzusini katta ustozlarimdan o'rganganman. Kal ustaz Mustafa Az-Zarqo fi kitabihi al-fiqh al-islami fi sawbihi al-jadid. Mustafa Zarqo rahimahulloh buyuk faqihlardan bo'lganlar. Shu kishini al-fiqh al-islami fi sawbihi al-jadid, islom fiqhi yangi ko'rinishda degan kitoblaridan o'rgandim. Va ustoz doktor Ma'ruf ad-Dawalibi degan olim fi kitabihi usul al-fiqh degan kitobidan o'rgandim. Va ustoz doktor Muhammad Zaki Abdulbar ustozimdan o'rgandim. Fi muzakkiratin wada'aha lana. Bu kishi Muhammad Zaki Abdulbar bir muzakkira, ya'ni bir qo'llanma qilganlar, bizga yozib berganlar. Mana shuni indama kunna tullaban fi kulliyati shariati bi jamiati Dimashq. Damashq jamiyasidagi shariat fakultetida talab ilm bo'lib yurgan paytlarimizda Imom Marg'inoniyning Hidoya kitobiga bir kichkina qo'llanma yon daftarchaga o'xshagan kitobcha yozib berganlar. Fakana li hadha at-taqsim al-mubtakir mubtakar a'zam al-asari fi fahmi tilka al-ulumi bi suhulatin wa yusrin ba'da an kunna nu'ani kathiran fi fahmiha wa isti'abiha. Va o'sha yangicha, mubtakar degani yangicha degani. Yangicha taqsimotni deyapti, juda ham katta ta'siri bo'ldi. O'sha ilmlarni, mazkur ilmlarni yengil, oson uslubda tushunishimizda katta ta'siri bo'lgan. O'sha abzatslarga bo'lib chiqqandan keyin oson tushuna boshladik mavzularni va biz o'sha bahslar kitoblarni tushunish, ularni istiyob, ya'ni to'laligicha qamrab olishda ko'p qiynalardik, qiyinchilikka uchrardik. U zotlar abzatslarga bo'lib taqsimlab berishgandan keyin bu mavzularni oson uslubda tushunadigan bo'ldik deyilyapti. Xo'p, keyingi bu kitobni o'ziga xos xususiyati at-takamul fi kulli bahs. Har bir bahsda atroflicha so'z yuritish. Min hayzul haykalul ammu lil bahsi min zikri at-ta'rifi wal misali va ila axirih. Ya'ni har bir bahsni mukammal bayon qiladi. Nima jihatdan? Ya'ni bor hamma ma'lumotni tiqadimi desa, yo'q. Umumiy skeleti, umumiy sxemasini, bahsning umumiy sxemasini bayon qilaman. Ta'rifini, misolini, u borasidagi kitoblari va hokazo mana shu narsalarni bayon qilib beraman, deyaptilar. Uchinchi o'ziga xos xususiyati al-isti'ab li jami'i abhasil mustalah ma amkana bi shaklin mukhtasar. Mustalahul hadisning barcha mavzularini imkon boricha qisqa uslubda qamrab olaman, deyaptilar. Shu kitob qamrab olgan. Amma min haysu at-tabwib va at-tartib, endi bu kitobni boblarga ajratish hamda tartiblash bo'yicha faqat istafattu من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها فإنه خير ترتيب توصل إليه رحمه الله وكان جل اعتماد في المادة العلمية على علوم الحديث لابن الصلاح ومختصره التقريب للنووي وشرحه التدريب للسيوطي. أما بابك أجراتش va mavzularni taxlash, tartiblash jihatidan men Hofiz ibn Hajarni yo'lidan istifoda oldim. U kishi Nuhbatul Fikr hamda uni sharhi Nuzhatun Nazar kitoblarida u kishini tariqasidan, ya'ni uslubidan foydalandim va mana shu uslub Ibn Hajar kelgan oxirgi eng zo'r, eng yaxshi tartib edi, deyilyapti. Bu kitob mana Nuzhatun Nazar kitobi. Matni Nuhbatul Fikr, sharhi Nuzhatun Nazar deb nomlanadi. Buni asl ma'lumotlari Ibn Hajar mana bu Ibn Salohning kitobidan olgan va xulosasi, qaymog'ini bu kitobga kiritgan hamda bu kitobning tartibini boshqacha qilgan. Chunki Ibn Saloh uzoq muddat imlo qilib turganda bu kitobni va mutaxassislar uchun bo'lgan, shuncha tartibi qiyinroq tartibdi. Kitobni birinchisida sahih nimadan boshlanadi. U yangi bu ilmga kirgan odamga sahih nimalarni bayon qilish sal og'irlik tug'diradi. Ammo Ibn Hajar esa bizga hadislarni yetib kelish yo'llaridan boshlagan. Bitta yo'l bilan yetib keladimi, ko'p yo'l bilan yetib keladimi,
bitta yo'l bilan yetib kelgan turlari, ko'p yo'l bilan yetib kelgan qanaqa bo'ladi deb oson uslublar bilan mustalah hadis faniga olib kirganlar. Shuning uchun esa bu kishini yo'li zo'r, tushuntirish yo'li. Bu kishini ma'lumotlari zo'r. Va qo'limizdagi Taysir mustalah hadis esa mana shu ikkita buloqdan foydalangan. Ma'lumotlarni bundan olgan, tartibini esa bundan olgan. Shuning uchun ham go'zal, sodda, tushunarli kitob holatiga kelgan. Va kana jullu i'timadi fil maddati al-ilmiyya, men ilmiy modda degani ma'lumotlarni bulog'i degani. Ya'ni bu kitobimda ma'lumotlarni qayerdan oldim desa, ma'lumotlarni olishdagi asosiy meni suyangan kitobim Ibn Salohning Ulumul Hadis kitobi bo'ldi. Mana shu kitob. Va uning Navoviy yozgan Taqrib, At-Taqrib va Taysir degan muxtasari bo'ldi. Hamda uni sharhi At-Tadrib, mana yuqorida ko'rsatgandik buni Tadribur Rawi, Imom Suyutiyning Tadribur Rawi degan kitobi mazkur Taqribun Navaviyni sharhi hisoblanadi. Shu kitoblardan ma'lumotlarni oldim deyilyapti. O'zi bu zotlardan keyin mustalahul hadis fanida qalam tebratgan aksar ulamolarning ko'p ma'lumotlari mana shu kitoblar, mana shu 3 ta kitobdan olingan bo'ladi. وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب. الباب الأول في الخبر، والباب الثاني في الجرح والتعديل، والباب الثالث في الرواية وأصولها، والباب الرابع في الإسناد ومعرفة الرواة. وكتابنا مقدمة 4 ta bobdan tashkil toptirdim. Birinchi bob xabar borasida, ikkinchi bob jarh va ta'dil borasida, uchinchi bob rivoyat va rivoyat usullari, to'rtinchi bob esa isnod va roviylarni tanishga bag'ishlangan. Va inni iz uqaddimu hazal juhdal mutawadi'a li abna'ina talaba a'tarifu bi'ajzi va taqsiri fi i'ta'i hazal ilmi haqqahu. Men bu kamtarona sa'y harakatimni talaba farzandlarimizga taqdim qilar ekanman. Bu ilmning haqqini ado qilishda taqsirim, qusurimni hamda ojizligimni e'tirof qilaman. Wala ubarri'u nafsi minaz zalali wal khata. Men o'zimni xato va kamchiliklardan poklamayman. Farraja'u mimman yattali'u fihi ala zallatin aw khata'in an yunabbihani alayhi mashkuran. Va mana shu kitobdagi zalla, qo'l toyilishlari, xatoliklardan boxabar bo'lgan odamdan meni umidim marhamat qilib mana shu xatoni menga bayon qilib tanbeh bersin. Aytsin, to'g'rilab qo'yaman bosh ustiga deyaptilar. La'alli atadarakahu, shoyat albatta men to'g'rilab qo'yaman. Va arjulloha ta'ala an yanfa bihi at-talabata wal mushtaghilin bil hadis. Alloh taolodan umid qilaman shu kitob bilan talab ilmlar va hadis bilan shug'ullanadigan insonlarga manfaat bersin. Va an yaj'alahu kholisan li wajhihil karim, o'zining karim vajhi uchun xolis kitoblardan qilsin. Innahu subhanahu sami'un mujib deyilyapti. Keyingi mavzu al-muqaddimatul ilmiyya. Ilmiy muqaddima. Fi nash'ati ilmi al-mustalah va ashhar al-musannafat fihi mustalahul hadis ilmining paydo bo'lishi va bu borasida yozilgan eng mashhur kitoblar. وتشتمل على نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح. Bu mavzu muqaddimamiz mustalah hadis ilmining paydo bo'lishi haqida tarixiy bir o'chirk, tarixiy shakllanish davrlarini bayon qiladigan mavzucha keltiramiz. Val atwari allati marra biha. Va bu ilm bosib o'tgan bosqichlarni bayon qilamiz. Keyingisi mustalah hadis borasida yozilgan eng mashhur kitoblarni hamda dastlabki boshlang'ich ta'riflarni keltiramiz deyaptilar. Nabzatun tarixiyatun tanvin bilan. Ana toy marbutadan oldingi zamma ham xato tushib qolgan. Chunki qoida bor arab tilida, toy marbutadan oldin doimo fatha keladi. Fathadan boshqa harakat bo'lishi mumkin emas. An-nash'ati ilmil mustalah wal atwar allati marra biha. Mustalah hadis ilmining paydo bo'lishi hamda u ilm bosib o'tgan bosqichlar deyilyapti. Bihadagi hada murad atvorga qaytadi. Silaga qaytuvchi zamir ham mana shu. Mavsuliga qaytadi. Yulahizul bahisul mutafahhis
أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية. ومتفحص يعني yaxshilab o'rganuvchi tadqiqotchi bohis mulohaza qiladiki, rivoyat ilmi hamda xabarlarni naql qilish ilmining asosiy ustunlari, arkonlari, qoidalari, asoslari Qur'oni Karimda ham sunnat nabaviyda ham uchraydi. Mana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iymon keltirganlar, agar sizlarga bir fosiq bir xabar keltirsa, fatabayyanu, aniqlashtiringlar deyilyapti. Bayon qiling, aniqlashtiring. Sunnat nabaviyda ham keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Naddarallohu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a." Farubba muballighin aw amin sami'in. Mana birinchi izohda bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilyaptilar. U zot aytibdiki, Rasululloh alayhisolatu vassalam, Alloh bir kishini yuzini nurlantirsin, nadro degani ravshan qilsin. U kishi bizdan bir narsani eshitganidek yetkazgan kishini Alloh ne'matlantirsin. Va ba'zi muballag'lar, ya'ni sizlar bu hadisni olib boradigan odamlar mendan to'g'ridan to'g'ri eshitadiganlardan ham ongliroq bo'ladi dedilar. Ya'ni sizlar mendan eshitgan narsani olib borib yetkazaveringlar. O'sha yetkazilgan odamlar mushtahid bo'lib, sizlardan ham o'sha hadisni yaxshiroq tushunishi mumkin deyilyapti. Yoki boshqa bir rivoyatda farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu va rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Va fiqhni olib yuruvchilarning ba'zilari o'zidan ham faqihroqga olib boradi. Va fiqhni ko'tarib yuruvchilarning ba'zilari faqih bo'lmaydi dedilar. Bu hadisdan Muhammad avoma aytadiki, bu hadisdan olinadigan eng katta foydalardan biri hadislardan maqsad fiqh ekan. Hadisdan maqsad ahkom, hadislardan maqsad u hadisning mushtahidga yetib borishi va mushtahid undan hukm olishi degan foyda olinadi. Va hamma sahoba ham Rasululloh alayhisolatu vasallamdan hadis eshitgan hamma sahoba ham mushtahid bo'lmagani kelib chiqadi. Zohid Kavsar aytadiki, mushtahidlar sahobalarning ichidan 20 taga ham bormagan deydilar. Balki tobiinlar davrida ilm bir joyga jamlangani uchun mushtahidlar nisbatan ko'proq bo'lgan. Lekin sahobalarning mushtahidlari tobiinlarning mushtahididan juda ham katta farq bilan yuqori turishadi. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين. Bu oyat karimada hamda hadis sharifda hadislar, xabarlarni qabul qilishib olish da hamda ularni zabt qilish kayfiyati da tasabbut qilish, ya'ni aniq puxta aniqlashtirish asosi bor. Bil intibahi laha, qanday qilib bilsa, birinchidan unga intiboh qilib ziyraklik bilan yondashish kerak va va'iha, uni anglash kerak va boshqalarga yetkazishda tadqiq, ya'ni daqiq joylarigacha e'tibor berish kerak, nozik yondashish kerak deyilyapti. وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها. Va Alloh taoloning va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga bo'ysungan holatda sahobalar radhiyallohu anhum xabarlarni, hadislarni naql qilish va qabul qilishda juda ham sinchkovlik bilan yondashardilar. Wala siyama iza shakku fi sidqin naqili laha, ayniqsa o'sha hadislarni naql qiluvchining gapi rostligida shubha qilib qolishsa, juda ham qattiq shartlarni qo'yib keyin hadisni olishgan. فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار وردها. وبشunga binoan isnodga e'tibor qilish degan narsa, al-inaya bil isnad degan isnodni o'rganish mavzusi va uning qiymati, isnodning qiymati, xabarlarni qabul qilish va rad qilishda shularning qiymati mavzusi zohir bo'ldi deyilyapti. Faqat jaa fi muqaddimati sahih Muslimin an ibn Sirin, Imom Muslimning sahihida, sahih kitobiga Imom Muslimning o'zi muqaddima yozgan, bir necha sahifalardan iborat.
Mana shunda aytadiki, Ibn Sirindan naql qilib, Ibn Sirin aytadi: "Lam yakunu yas'aluna anil isnad." Oldingilar isnod haqida so'rashmasdi. "Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khazu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khazu hadithuhum." U kishi aytadiki, sanatlar haqida, isnod haqida so'rashmasdi. Fitna, ya'ni xalifalar orasida, umarolar orasida fitna voqea bo'lgandan keyin bizga rijollaringizni aytinglar deb so'ray boshladik. Kimdan eshitdinglar? Sizlar eshitgan odam kimdan eshitdi deb aniqlashtira boshladik. Agar qaraymiz, ahli sunnaning hadisi bo'lsa, olamiz, olinadi. Agar bid'at ahlining hadisi bo'lsa, ulardan bu hadislar olinmaydi dedilar. Va binan ala أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. shunga binoanki hadis, xabar faqatgina uni sanadi ma'lum bo'lgandan keyin qabul qilinar ekan. Demak, jarh va ta'dil ilmi zohir bo'ldi. Roviylarga takallum qilish, ya'ni jarh yetkazish, ular borasida ma'lumot berish ilmi maydonga chiqdi. Muttasil va munqatini bilish, sanadlarning ichida muttasil bor, munqatisi bor, mana shularni bilish zohir bo'ldi. Maxfiy illatlar ilmlari zohir bo'ldi. Ba'zi roviylar haqida gap so'zlar chiqib keldi. Lekin juda ham kam edi u paytda. Nega desa, chunki boshida majruh roviylar o'zi kam bo'lgan. Solihlar, taqvodorlar ko'p bo'lgani uchun majruhlar kam bo'lgan. Majruh kam bo'lgani uchun u haqida to'xtalish ham ortiqcha bo'lgan. Summa tawassa'a al-ulama'u fi zalik hatta zahara al-bahsu fi ulumin kathiratin tata'allaqu bil hadith min nahiyati dabtihi wa kayfiyati tahammulihi wa ada'ihi wa ma'rifati nasikhihi min mansukhihi wa gharibihi wa ghayri zalik illa anna zalika kana yatanaqaluhu al-ulama'u shafawiyya. Keyin ulamolar bu borasida kengroq yondashdi va ko'p ilmlarda bahslar chiqa boshladi. Bu bahslar hadisga tegishli edi. Uni hadisni zabt qilish jihatidan, uni tahammul degani qabul qilish, hadisni olish, shogird tushib, va adayhi degani shayx bo'lib yetkazish. Mana shularning kayfiyatlari, qanday qilib olinadi, qanday qilib hadis yetkaziladi, hadislarning nosikhi qaysi, mansukhi qaysi, shularni o'rganildi. G'oribihi degani hadislarning ichida noodatiy so'zlarning ma'nosi degani. Mana shu ma'nolarini bayon qilindi va bundan boshqa ko'plab ma'lumotlar keltirildi. Lekin mana shu ma'lumotlarni ulamolar og'zaki bir-biriga yetkazishar edi. Summa tatawwara al-amru wa sarat hazihi al-ulum tuktabu wa tusajjal. Va ish rivoj topdi, taraqqiy etdi. Va bu ilmlar endi yozila boshladi, bitib qo'yila boshladi. Tusajjal bitib qo'yildi. Lekin fi amkinatin mutafarriqatin min al-kutub mamzujatan bi ghayriha min al-ulum al-ukhra. Lekin boshqa ilmlar bilan aralashgan holatda kitoblarning har yerida uchrardi. Masalan, birinchi mavzuda uchraydi, 4-mavzuda uchraydi, har xil joylarda tarqoq holatda kelardi. Masalan, usul ilmida keladi, fiqh ilmida keladi, ilmul hadislarda har xil joylarda tarqoq bo'lib ketgan. Masalan, Imom Shofiyni kitobi, Ar-Risala kitoblari bunga misol, ichida mustalah hadis qoidalari bor, lekin tarqoq. وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره وذلك في القرن الرابع الهجري أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل. وأخيرا kelib ilmlar pishdi, istilohlar qaror topdi. Ya'ni kim nima istiloh ishlatishi aniq bo'ldi. Va har bir fan egalari har bir fan boshqa fandan mustaqil bo'lib ajrab chiqa boshladi. Va bu 4-hijriy asrda boshlandi. Mana shundan keyin ulamolar mustalohul hadis ilmlarini alohida kitoblarga tasnif qila boshlashdi. Va kana min awwali man afradahu bit-tasnif. Va bu fanni alohida kitobga olib chiqqan odamlardan birinchilaridan Qozi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad ar-Romahurmuzi al-Mutawaffa sanata 360 360-yilda vafot etgan mazkur olim. U kishi Al-Muhaddisul Fasil bayna ar-rawi wal wa'i degan kitobda
mustalah hadis fanlar qoidalarini kiritgan edi. وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. Men quyida mustalah hadis ilmi borasida yozilgan eng mashhur kitoblarni shu alohida fan bo'lib ajrab chiqqandan boshlab hozirgi kunimizgacha kelgan bosqichlarni eng mashhurlarini bayon qilaman deyaptilar. Ashharul musannafati fi ilmi al-mustalah. Mustalah hadis ilmidagi eng mashhur kitoblar qaysilar? Birinchisi Al-Muhaddisul Fasil bayna ar-rawi wal wa'i, ya'ni quruq rivoyat qiluvchi, rawi degan faqat rivoyat qiladi, tushunmaydi u nima borligini. Al-wa'i esa rivoyat qilish bilan birga anglaydi u hadisni, fiqhini, g'aribini, ma'nolarini tushunadi. Mana shu ikkita odam orasini ajratuvchi muhaddis haqida. Bu kitobni Qozi Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khalladin ar-Ramahurmuzi المتوفى سنة 360 هجريا لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها. Shu kishi yozgan va bu kishi mustalah hadis fanining hamma mavzularini ham qamrab olmagan. Va haza sha'nu man yaftatihu at-tasnifa fi ayyi ilmin g'oliban. Va qaysi ilmda bo'lishidan qat'iy nazar ko'pincha bir tasnifot turini boshlab bergan odamning ishi shunaqa bo'ladi. Ya'ni bir narsani yo'lga qo'yib bergan odam ozgina kamchiliklarga yo'l qo'yadi, keyingilarini to'ldirib boradi deyilyapti. Lekin bu g'oliban, doimo emas. Masalan, Imom Buxoriy sahihlarni birinchi jamlagan odam va eng zo'r qilib jamlagan, mukammal jamlagan odam. Yoki Imom Muhammad fiqhni alohida kitobga birinchi bo'lib tasnif qilgan va eng zo'r tasnif qilgan odam. Ya'ni bular birinchi qilishiga qaramasdan eng zo'r qilgan odamlar. Bu ham bunaqalar ham uchrab turadi. Ba'zida birinchi boshlab berganda nuqsonlar ham bo'lib turishi yo'q emas. Ikkinchi kitob Ma'rifatu ulumil hadis. صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. إمام حاكم يازين bu kitobni المتوفى سنة 450 هجريا 405-yilda vafot etganlar. لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. O kishi bahslarni sayqillamagan. Tashqaridan boshqa ma'lumotlar ham kirib ketgan va fanni, ya'ni shu fanga doir munosib tartib bilan tartiblab chiqqan emas deyiladi. Keyingisi Al-Mustaxraj ala ma'rifati ulumil hadis kitobi. Mustaxraj degani yuqoridagi kitobni, Imom Hokimni kitoblarini olib, ichidagi qoidalar, rivoyatlarni o'zini sanadi bilan olib chiqqan bu kitobda. Sanafahu Abu Nuaym Ahmad ibn Abdullah al-Asbahani al-Mutawaffa sanata 430 istadraka fihi ala al-Hakim. Bu kitobda hokimga u kishini kitobida Ma'rifatul ulumil hadis kitobida qolib ketgan bu fanning qoidalarini to'ldirib ketgan. Lakinnahu taraka ashya, lekin bir necha qoidalarni qoldirib ketganlar. Yumkinu lil mutaaqqibi an yastadrikaha alayhi aydan. U mutaaqib, ya'ni shu kitobning orqasidan tushgan, to'g'rilamoqchi bo'lgan odam bu kitobni to'g'rilashi ham mumkin, imkoni bor. Kimdir to'ldiraman desa to'ldirishiga imkon bor deyilyapti. Keyingisi Al-Kifaya fi ilmi rivoya, rivoyat ilmidagi kifoya deyilmoqchi. Sannafahu bu kitobni Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Sabit al-Khatib al-Baghdadi, mashhur xatib Baghdodiy yozgan. Al-Mutawaffa sanata 463 هجريا وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية ويعد من أجل مصادر هذا العلم. Xatib Bag'dodiy 463-yilda vafot etganlar. Bu zotning kitoblari to'la, ko'p, hafil degan katta kitob. Bu fanning masalalarini tahrir qilish bilan boyigan bu kitob. Hamda rivoyat qoidalarini bayon qilish bilan va bu ilmdagi eng buyuk manbalardan biri hisoblanadi. Mana shu Al-Kifaya kitobi. Keyingisi Al-Jami' li axlaqi rawi va adabi sami' degan kitob. Sannafahu al-Khatib al-Baghdadi aydan, buni ham Xatib Bag'dodiy yozganlar. Va huwa kitabun yabhasu fi adabi rivoya. Rivoyat odoblari haqida bahs yuritadi va bu nomidan ham ko'rinib turibdi. Hamda o'z bobida tengi yo'q. Bahslari, muhtavoyat degan o'z ichiga olgan ma'lumotlarida juda ham nodir, qiymatli kitob hisoblanadi deyilyapti. Va bu hadis ilmlaridan qaysi bir bo'limi, fani bor ekanki, albatta Xatib Bag'dodiy o'sha fanda bir kitob yozgan bo'lib chiqadi. Bu kishi juda ham ko'p kitoblar yozgan mustalah hadis fanida. Mustalah hadis fanida o'rganiladigan mavzularimizni olib alohida kitoblar tasnif qilgan. Fakana kama qala al-Hafiz ibn al-Hafiz Abu Bakr ibn Nuqta
aytadiki kullu man ansafa alima anna al muhaddisina ba'da al khatib ayalun ala kutubihi, har bir insof qilgan odam biladiki muhaddislar, xatib Bag'dodiydan keyingi muhaddislar u zotning kitoblariga muhtojligini biladi, insof qilgan odam deyilyapti. Keyingisi al-ilma ila ma'rifati usuli rivoyati va taqidi sama'. Ilmo degan bayon qilib berish, yoritib berish degani, yo'llab qo'yish degani, rivoyat usullarini bilish hamda samo, eshitgan narsasini qaydlab qo'yishga yo'naltirish degan kitob. Sannafahu al-qodi Iyad ibn Musa al-Yahsubi al-mutawaffa sanata 544. Qozi Iyoz yozganlar bu kitobni. Shifo degan siyrat borasida kitoblari mashhur. Mana shu zot bu kishi. Va huwa kitabun, bu kitob g'ayru shabilin lil jami'i abhasil mustalah. Mustalah hadisni barcha mavzularni qamrab olmagan, bal huwa maqsurun ala ma yata'allaqu bi kayfiyati tahammuli wal ada. Tahammul, hadisni qabul qilib olish va ado qilish kayfiyatlariga, holatlariga aloqador bo'lgan narsalarga, ma'lumotlargagina cheklangan, ulardan kelib chiqadigan ma'lumotlargagina cheklangan. Lakinahu jayyidun fi babihi, o'z mavzusida juda ham yaxshi, go'zal tartiblangan. Hasanut tansiqi va tartib, juda go'zal tartiblangan kitob deyilyapti. Keyingisi ma la yasaul muhaddisa jahluhu, muhaddis bilmasa bo'lmaydigan gaplar degan kitob. Sannafahu Abu Hafs, bu kitobni yozgan zot Umar ibn Abdul Majid al-Mayaniji bo'lib, al-mutawaffa sanata 580, 580-yilda vafot etgan va huwa juz'un saghir. Bu kitob kichkina risola. Shayx Abdul Fattoh Abu G'udda buni tahqiq qilib chiqarganlar. Laysa fihi kabir foyda, bu kitobda ko'p manfaat yo'q. Bu kitob o'zi Ibn Hajar rahimahulloh nuzhat nazariga kiritgandan keyin mashhur bo'lib ketgan nomi. Lekin ulamolar aytadiki, Ibn Hajar kitobiga kiritishi, keltirishi shart bo'lmagan kitob edi. Chunki uning ichida marjuh, keraksiz, shoz gaplar ko'p deyiladi. Qaytanga ma yasaul muhaddisa jahluhu deb nomlash kerak deyiladi. Muhaddis bilmasa ham bo'laveradigan ma'lumotlarni keltirgan kitob deb. Ulumul hadis. Keyingisi Ulumul hadis kitobi. Buni Abu Amr Osman ibn Abdurrahman ash-Shahrazuri al-mashhur ibn Salah, ibn Salah deb nomlangan mashhur bo'lgan zot Usmon ibn Abdurrahman Shahrazuri al-mutawaffa sanata 643 hijriyan va kitabuhu haza mashhurun baynan nas bi muqaddimati ibn Salah. Bu zot 643-yilda vafot etgan. Bu kishining kitoblari odamlar orasida Muqaddimat ibn Salah nomi bilan mashhur. Biz boya ko'rsatgan kitob bu. Mana shu kitob. Va huwa min ajwadil kutub fil mustalah. Mustalah hadis fanidagi eng yaxshi kitoblardan biri hisoblanadi. Bu zot muallif kitobda jama'a fihi muallifuhu ma tafarraqa fi ghayrihi min kutubil khatib. Xatib Bag'dodiyni kitoblarini har xil yerlarda tarqoq bo'lgan ma'lumotlarni, va man taqaddamahu, va o'zlaridan yoki Xatib Bag'dodiydan oldingi zotlarning kitoblariga kelgan ma'lumotlarni jamlagan bu kishi. Fakana kitaban hafilan bil fawaid. Bu kitob manfaatlar, ma'lumotlarga to'la kitob bo'ldi. Lakinahu lam yurattibhu ala al-wada'il munasib. Munosib, oson tarzda tartiblab bermaganlar. Li'annahu amlahu shay'an fa shay'an. Chunki bu zot bo'lib imlo qilib berganlar talabalari keyin yozib olgan. Va huwa ma'a hadha umdatu man jaa ba'dahu min al-ulama. Va shunga qaramasdan bu kitob o'zlaridan keyin kelgan ulamolarning manbai. Mana shundan olishadi aksar ma'lumotlarni. Umdasi, suyanadigan suyanchig'i. Fakam min muxtasirin lahu. Qancha ulamolar bu kitobni muxtasar qilgan. Yuqorida at-taqrib va taysir o'qidik. Irshod ham bor. Nazim, ba'zilari nazmga solib chiqqan, Iroqiy, Suyuti kabilar. Va mu'taridin lahu, ba'zilar e'tiroz bildirgan. Islohu kitob ibn Salah degan Hofiz Mughultoy Hanafiyning kitobi bor, yoki boshqa nukatlar bor, Zarkashi, Ibn Hajarlarning nukatlari. Va muntasirin bir qanchalar uni yonini olib himoya qilib chiqishgan. Mana shunday kitoblar tasnif qilingan. Keyingisi at-taqrib va taysir li ma'rifati sunanil bashirin nazir. Buni haqida ham yuqorida gaplashdik. Sanafahu Muhiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi yozganlar buni. Al-mutawaffa sanata 676-yilda vafot topgan u kishi. Va kitabuhu haza ikhtisarun li kitabi ulumil hadis. Ibn Salohning Ulumul hadis kitobining muxtasari hisoblanadi va bu juda ham yaxshi kitob, lekin ba'zida iboralari tushunarsiz bo'lib qoladi deyilyapti.
Keyingisi Tadribur ravi fi sharhi taqribin Navawi. Navawi deyilishini sababi o'zi kitobni Ar-Ravi deganga qofiyadosh bo'lishini shu ixtiyor qilingan. Asli Imom Navaviyning ismlarini, nisbatlarini ikki xil o'qish joiz. Navawi yoki Navawi. Chunki Nava degan narsadan olinganda, xuddi Nasaiga o'xshab. Tadribur ravi mana shu kitob. Tadribur ravi Imom Suyuti yozgan. Sannafahu Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuti yoki Sayuti ham desa bo'ladi. Suyuti ham desa bo'ladi. Al-Mutawaffa sanata 911 va huwa sharhun li kitabi Taqribun Nawawi 911-yilda vafot etgan bo'lsa, Taqribun Nawawi kitobining sharhi hisoblanadi va bu nomidan ham bilinib turibdi o'zi, fi sharhi deb aytilyapti. Bu kitobda muallif juda ko'p ma'lumotlar, yangi favoidlarni, foydalarni zikr qilgan. Keyingisi Nazmud Durar fi ilmil asar kitobi, buni Zaynuddin Abdurrahim ibn al-Husayn al-Iraqi, Hofiz Iroqiy tasnif qilganlar. Al-Mutawaffa sanata 806-806-yilda vafot etgan. Bu Ibn Hajarning ustozi hisoblanadi, eng katta ustozlaridan. Va mashhuratun bismi Alfiyatil Iraqi, Iroqiyni alfiyasi degan nom bilan mashhur. Bu kitobda Ibn Salohni muqaddimatisini, boyagi kitobni nazm qilib she'r qilib chiqqan va unga o'zidan ham ziyodalar qo'shgan. Va hiya jayidatun g'aziratul fawaid. Bu juda ham yaxshi kitob, juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Va alayha shuruhun mutaaddidatun. Va bunda ikkita mashhur, bir necha sharhlari bor. Ikkita eng mashhur sharhi muallifning o'ziniki. Iroqiyning o'zi ham sharh yozgan. Keyingisi Fathul Mughiz fi sharh Alfiyatil Hadis. Alfiyatul Hadis, ya'ni Iroqiyning alfiyasini sharhi borasida Fathul Mughiz, yordam beruvchiga fath. Yordam beruvchi zotning fathi deb nomlangan. Bu juda ham qiyin va darajasi yuqori hisoblanadi. Mustalah hadis fanida yuqori darajaga erishgan talib ilmlar o'qiydigan kitob bu. Buni Muhammad ibn Abdurrahman as-Sakhaviy yozganlar, Ibn Hajarning shogirdi bu kishi. Al-Mutawaffa sanata 902 va huwa sharhun ala alfiyatil Iraqi, Iroqiyning alfiyasiga yozilgan sharh bo'lib, bu alfiyaning eng keng va eng yaxshi sharhlaridan hisoblanadi. Keyingisi Nuhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-asar kitobi, sannafahu fatha bilan Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani yozganlar. Buni Al-Mutawaffa sanata 552-552-yilda vafot etgan bo'lsa, va huwa juz'un saghirun mukhtasarun jiddan. Juda ham muxtasar, kichkina risola bu. Juz degan risola degan. Lekin deyapti, eng manfaatli muxtasarlardan hisoblanadi va tartibi ham eng go'zal muxtasar. Ibtakara fihi muallifuhu, muallifi bu kitobda shunaqa tartibda yurganki, tartib va taqsimda shunaqa yo'ldan yurganki, hech kim bundan oldin bu yo'ldan yurmagan edi. Mana shu kitob. Vaqat sharahahu muallifuhu, muallifni o'zi, Ibn Hajarning o'zi Nuhbatul Fikrni sharhlab Nuzhatun Nazar degan nom qo'yganlar. Kama sharahahu g'ayruhu, Ibn Hajarning o'zidan boshqalar ham bu kitobni albatta sharhlagan. Keyingisi Al-Manzumatul Bayquniyya, Al-Manzuma fatha bilan. Bu kitobni Umar ibn Muhammad al-Bayquniy yozgan, 1080-yilda vafot etgan. Al-Mutawaffa sanata 1080 hijriyan va hiya min al-manzumatil mukhtasara. Qisqa nazm, she'r bu. Sababi la tatajawazu 34 baytan, 34 ta baytdan o'tmaydi, 34 ta bayt. Va tuaddu min al-mukhtasarat an-nafi'atil mashhura, mashhur, manfaatli muxtasar baytlardan hisoblanadi va buni ko'p sharhlari bor deyiladi. Keyingi Qavoidut Tahdis kitobi, buni Muhammad Jamoliddin al-Qosimiy yozganlar. Al-Mutawaffa sanata 1332 hijriyan va huwa kitabun muharrarun mufidun. Juda ham tahrir qilingan, manfaatli, yaxshi kitob deyilyapti. Va bundan boshqa ko'p kitoblar bor. Ularni zikr qilsak so'zimiz cho'zilib ketadi. Eng mashhurlarini yuqorida zikr qildik. Fajazallohul jami'a anna va anil muslimin khayral jazai. Alloh taolo ularning hammalarini bizning va musulmonlarning nomidan eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin deyilyapti. Inshaalloh keyingi darsimizda ta'rifatun avvaliya, ya'ni dastlabki boshlang'ich ta'riflar bilan tanishamiz. Bu ilmga xos bo'lgan sanad nima, matn nima, isnod nima degan so'zlar, atamalar, terminlarning ta'riflari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.